Apko Xalqaro moliya akademiyasi asoschisi, 22 yillik auditor, professional buxgalter, ya'ni bizneslar egasi Qaraxajayeva Matluba Axrarova. Assalomu alaykum, hurmatli Apko akademiyasi bitiruvchilari. Siz Apko akademiyasida egallagan bilimingizni, kasbingizni ham barakasi va halolini bersin. Barchangizni tabriklayman. Qiyinchilik kelganda birinchi bo'lib eng osoni taslim bo'lish. Abdug'afurov Azamat Muzaffaroğlu 60 ball. Shu sovg'a uchun ham oxirgacha keladiganlar bor. Zo'r maqsadi. Hech kim osonlikcha erishmaydi, hamma narsaga qiyinchilik bo'ladi. O'rganamiz, yana o'zimizdan ustimizda ishlaymiz. 2-3gacha ham dars qildim, aytdim, zarilmadi shu menga dedi. Bab oxirigacha bordim, Xudoga shukr, kecha ishga kirdim. Glавный buxgalter bor ekanlar, yordamchi buxgalter qilib, materialni qilib oldilar. Mashalloh. Og'izdagi gapdan ko'ra ko'zdagi ishonch muhim. Allohga tavakkul qilishingiz va o'shanga uchun qat'iy mehnat qilishingiz bu juda muhim. Ish joyiga joylashganingizda eshitamiz degan umiddaman. Tabriklaymiz. Hali endi boshidasiz. O'shaning uchun har doim o'sing, izlaning va albatta o'sish, izlanish ham Apko akademiyasi bilan birgalikda bo'lsin inshaalloh. Tabriklayman. Yana ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchiman, ustoz Dilrabo o'zimizning Anjabr o'quvchisi. Semestrga kirgandan keyin IT'siga grant yutdim. IT ham bo'ldi, hozir moliya ham bor. Yo'da Aljabr reklamasi ketyapti. Institutga kirsanglar, yulduz bo'lib porlab turasizlar. Bilimda, ilmda, tarbiyada. Programma bu dastur aslida 7 oylik dastur. 7 oyda ham biz sizga hamma provodkani bera olmaymiz. Provodkalar cheksiz. Qonun chiqadi, siz bilishingiz kerak qoidani, aktiv, passiv, tranzit. Darslar kamayib qolgan, kun sanashni boshladi. Nechta darsimiz qoldi, nechta asabiylashni boshladik. Hali informatsiya oladigan informatsiyamiz sizlardan ko'p ekan. Avvalambor sizga rahmat, ya'ni Apko akademiyasini ochganingizga, bizga shart sharoitli qilganingizga. Sizga rahmat. Shunchalik o'qish ochib, o'rgatayotganingizga rostdan ham buxgalteriyani o'zbeklar bilish kerak. Mukammal buxgalterlar kam. Puxta guruh bo'lib shakllanish ham juda katta ahamiyatga ega. Aynan qaysi vaqtda fundamental Kim o'qiysan dedilar, Xudoga shukr bitirib oldim. Guruhimdagilarga ham rahmat, yordam berib olishdi, qiynalganlarim tushuntirishdi. Birinchi qiladigan ishingiz bor bu olish. Aynan bahodim mana sizlarga o'xshab shunaqa kiyim kiyaman, inshaalloh zashtadan o'tsa, xalqaro biznes boshqaruvi o'qib tugatdim. Aynan shunaqa konsalting ochib yoki franshizani olib akademiya ochsangiz ham bo'ladi. Ta'lim tarqatish kerak yaxshi bilim. Bu yil institutga zavchga kirib ishlash niyatim bor. Va sinov muddatida kirishganda, kun o'tgandan keyin qanaqa berilgan vazifalarni qilishyapti konsaltingda ham katta korxonalar bor. O'z vaqtida samarali bajarib, oldingi ishlagan xodimlardan ham yaxshi natijada chiqarib berishyapti. Tabriklayman. Assalomu alaykum, hurmatli Apko akademiyasi bitiruvchilari. Apko akademiyasida egallagan bilimingizni, kasbingizni ham barakasi va halolini bersin. Har bittangiz bu o'qishga kelayotganda juda katta ikkilanishlar bilan eplay olmaymanmi, eplay olmaymanmi, qila olmaymanmi, qila olmaymanmi degan katta ikkilanishlar bilan kelgansiz. Va orada taslim bo'lganlar ham yo'q emas. Bugungi taqdirlash kunimizni ochiq deb e'lon qilaman. Barchangizni oladigan tabriklayman yana bir. Inson shunaqa yaratilgan, har bitta qiyinchilik da taslim bo'lish oson. Qiyinchilik kelganda birinchi bo'lib eng osoni taslim bo'lish. Lekin bilib qo'ying, mehnat qilgan inson erishadi. Uni rag'batini esa Alloh beradi. Shuning uchun hech qachon taslim bo'lmang. Birma-bir taqdirlashni boshlaymiz. Meni vazifam ayon. Birinchi o'quvchimiz Abdug'afurov Azamat Muzaffaroğlu 60 ball. Boshida qiyin bo'ldi. Barnopa, Shohrux aka, Umid opalar menga yordam berishdi. Motivatsiyam tushib ketmadi. Oxirigacha bordim. Oldim. Aynan Apko akademiyasida o'rgangan bilimingizni amalda qo'llab, ishlatib, eng yaxshi natija va eng yaxshi mutaxassis bo'lishingizda. Bu master klass. Hammaga, hamma ishga boradi hozir. Aytaman, Apkoda o'qiganman deyman. Yaxshi ustozlarning qo'lida deyman. Hozir shu joyi zo'r bo'ldi. Yaxshi ustozlarning qo'lida o'qiganman deyman. Shu gaplarni qaytaraman. Yaqin kunlarda ishga joylashganingizda eshitamiz. Avvalambor sizga rahmat aytaman. Birinchi o'rinda shu buxgalterlarning malakasini oshirishga, keyin yangi kasb o'rganayotgan bo'lmoqchilarga shu sharoit yaratib berganingiz uchun sizga katta rahmat. Boshida ikkilanish bo'lganmi? Boshida juda ko'p tashlab ketmoqchi bo'ldim, to'g'risi. Ancha-muncha tashlab ketmoqchi bo'ldim. Baribir oxirigacha borib, baribir nimadir bo'ladi deb. 74 ball bu sal kam 5 degani-da. Chunki Apkoda 74 ham olish mashaqqati bor. Shu boshida shu kechasi 2-3 gacha ham dars qildim, aytdim, zarilmadi shu menga dedi.
hozirda yordamchi buxgalter bo'lib bitta suhbatda o'tib ishga kirdim. joylashdi. Qarsanglar bo'lsin. Rahimova Dilafruzxon. Avvalambor sizlarga rahmat aytaman. Ustozimizga rahmat aytaman. Chali o'rgatganinglarga. Men o'zi uyda o'tirardim oldin. Endi o'qidim-da necha yillardan beri. Maza qilib o'qidim lekin. Yoqdimi? Yoqdi. O'sganingizni, shaxs o'sdim, sifatida, rivojlandim dunyo ancha. qarashingiz o'zgargan sezingizmi? Ha, o'zgardi. Jamiyat qanaqa ekan? Jamiyat yaxshi. Yaxshi ekanmi? Mashalloh. Ishga kirayotganda men sizlarga rahbar sifatida aytyapman. Ko'zdagi ishonch muhim. Og'izdagi gapdan ko'ra ko'zdagi ishonch muhim. Qila olaman deyishingiz, Allohga tavakkul qilishingiz va o'shanga uchun qat'iy mehnat qilishingiz bu juda muhim. Mana shu narsa muhim. Chunki men har qanday kadr olayotganimda 20 ta rezyumesini qaramayman. Inshaalloh yaqin kunlarda yaxshi ish joyiga joylashganingizni eshitamiz degan umiddaman. Tabriklaymiz. Rahmat. Baxtiyor va Nasibaxon 64 ball. Ustozlarimga va Apko akademiyasi rahbarlariga kattakon rahmat. Shuncha imkoniyat yaratib berganingiz uchun. Ish harakatini qilasizmi? Harakatini Necha yoshsiz? 21. To'xtamaganman. Apkoda 5 oy o'qidim. 10 million pul sarflab qo'ydim. Katta ish qilib qo'ydim, yo'q. O'rtoqlar. Endi kirib kelyapsiz. O'shaning uchun har doim o'sing, izlaning va albatta o'sish, izlanish ham Apko akademiyasi bilan birgalikda bo'lsin inshaalloh. Tabriklayman. Dilraboxon 85 ball. Aljabr o'quvchisi. Xayrli bo'lsin. Dilrabo. Mashallah. Boshida o'zi aljabrga ITga deb kirdim, keyin moliyaga qiziqish bo'ldi. Aljabrga ketgandek SSA o'qidim, Westminsterga kirdim. Mashallah. Westminsterga kirgandan keyin ITsiga grant yutdim. IT ham bo'ldi, hozir moliya ham bo'ldi. Yo'da aljabr reklamasi ketyapti. Hali ham kech emas. Qizil diplom, Apko akademiyasi birinchi taklifi, Apko akademiyasi o'zi birinchi vakansiyani taklif etadi. Qarsanglar bo'lsin. Anjon aka, tabriklaymiz. Rahmat. Xayrli bo'lsin, manfaatli bo'lsin. Nima uchun o'qidingiz? Endi oldin byudjetda ishlaganman. Buxgalteriyasida. Ancha ishlaganmiz. To'g'risi bu kasb tashlamoqchi edim, tashlab bo'lmadi. Qiziq ekan. 10 yildan oshiq ishlaganman. Mashalloh, albatta. Bir yil ishlamaгаningiz ham xayrli bo'lgan. Hozir o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Byudjet bilan xususiy korxona buxgalteriyasida o'zgarishlar qanaqa bor ekanmi? Sezdingizmi o'zingizda? O'zgarish bor albatta. Tajriba so'rashmaydi. Davlat korxonasida ishlaganman, siz men sizga endi qattiga urg'u qaratishingizni aytib qo'yaman-da. Davlat korxonasida ishlaganman, hozir Apkoni bitirganman, buxgalter bo'lib ishlamoqchiman. Amaliyotda o'rgatamiz. Siz mana qo'rqasiz, to'g'ri. Men sizlarga ochiqchasi aytaman. 5 oy kam, to'g'rimi? Kelganingizda nima savolni birinchi bergansiz? Nimaga 5 oy? Eslayapsizmi o'zingizni? Bu programma, bu dastur aslida 7 oylik dastur. Qonun chiqadi. Siz bilishingiz kerak qoidani aktiv, passiv, tranzit. Marketolog SMM gruppadan iltimos qilaman, o'ziz berib ketinglar, 5 oy kam. Kimgadir yaxshilikka sababchi bo'lasiz. Chunki tashqarida 3 oyga ham kurs bor, 4 oyga ham kurs bor va ancha Apkodan arzon. Nimalardan ko'p izladim men Instagramdan, keyin shular ma'qul bo'ldi. Qimmat narsa har doim yaxshi bo'ladi. Mashalloh, shu joyiga qarsak bo'lsin. Mirahmedov Mirvohid 66 ball. Mashalloh. O'zi shu o'qish kelishdan oldin ham ish joyim bor edi. O'sha tajriba orttirish uchun, bilim olish uchun keldim. Mashalloh. Bola, chaqa, qayna, qaynta, ko'chada bolalar bilan choyxona va hokazo. Uni bo'ladi. Ertaga yana bitta vazifa qo'shiladi, ikkita bo'ladi, ikkinchi kun 3 ta bo'ladi, 4 ta bo'ladi va xuddi shunaqa oilada ham, xuddi shunaqa jamiyatda ham, har qanaqa ishda ham. O'shaning uchun joyida tug'iling. Inshaalloh rahbar darajasiga yetasiz degan umidaman. Tabriklayman. Naliboyeva Madina 72 ball. Tanishib, bir-biringiz bilan ko'rishib, ertaga kimdir ishlab chiqarishda, kimdir xizmatda, kimdir tovarda, bir-biriga ishi tushib kerak bo'ladigan. Gaplaringiz hammasi to'g'ri, qo'shilaman va bu o'qishni o'zi oson bo'lgani yo'q. Boshida birinchi tashlab ketmoqchi ham bo'lganmiz, boshqa ham bo'lganmiz, lekin oxirigacha borish va xudo xolisa Apko xalqaro akademiyasini SSA nimalarini ham olish xudo xolisa niyatim bor. Dinimizda o'zi mana dunyoviy bilim bilan diniy ilmimiz bor bizning, to'g'rimi? Dinimiz o'zi o'sha maqsad so'zi niyatga bog'liq. To'ppa-to'g'ri. Birinchi niyat, keyin maqsad, keyin mehnat va uni
mukofoti bo'ladi inshaalloh. Tabriklaymiz, sog' bo'ling, xayrli, barokatli bo'lsin. Nurmuhammad Abdulloh 72 ball. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Avvalambor APCO bitiruvchilarni tabriklayman. Mashalloh. Biz bu darajaga yetish o'zi oson emas. Hozir esimda borligida avvalambor sizga rahmat, ya'ni APCO akademiya ochganingizga, bizga shuncha ya'ni shart-sharoitlar qilganingizga, keyin albatta imtihonda motivatsiya berib, yengil topshirishimizga karyera zinasida endi birinchisi hisoblaymiz. Xudo xolisa, производство tsexida marketing realizatsiyasida ishlaymiz. Darsga bizga aytardilar boshida, buxgalter 60 yozsa, moliyachi kelajagini yozadi. Aynan. F3 o'qish uchun barchangizni inshaalloh kutib qolamiz. Mirzayeva Shahnoza. Men to'g'risi qiynaldim boshida. Boshqa sohadan kelganman. Umuman xabarim bo'lmagan buxgalteriyadan. O'shaning uchun boshida rosa qiynaldim, lekin harakat qildim. Qilolmayman. Meni miyam ishlamaydi. Men matematikadan 2 bahoga o'qiganman. Bu faqat to'siq. Bu faqat o'zi aldash. Boshqa narsa emas. Matematika 2-sinf bilim darajasi kerak bo'ldi. Birinchi kunni o'zi sizni ishga olishadi. Tabriklayman. Isroilova Feruza 83 ball. Kassirman, yordamchi buxgalter bo'lib, hozir menga ishligini qilishyapti. Uni ham qilasiz, buni ham qilasiz. Chunki hozir hammasi onlayn. Sizga bitta imkoniyat bergim kelyapti. Bering. Beramizmi? Sizga shaxsan o'zim nomidan yana bitta imkoniyat beraman. Qayta imtihon topshirsalar, agar qizil olsalar, albatta qizil sertifikatga ega bo'lasiz. Ahror Xo'jayeva Shahnozaxon 85 ball. Qizil sertifikat. Assalomu alaykum hammaga. Bunaqa proyektlarni zo'rini qiling. Proyektlaringiz ko'paysin, ishlaringizga rivoj. Endi men buxgalteriya menga tanishmas deyolmayman. Ozgina tanish bo'lgan, endi shu joyiga qarsak bo'lsin. Provoddan tushungan buxgalter. To'g'risi o'qituvchilarni savollarimdan ko'mib tashladik, rozi bo'lasizlar. Ishga yo'llanma berayotganimizda sizni uyingiz boshqa tumanda, bizning ishimiz boshqa tumanda bo'lishi mumkin-da. Keyin yana bitta narsani biling. Agar ishni o'zingiz qidirib topsangiz va uni bitta mashaqqatidan o'tsangiz, u ish sizga qadrli bo'ladi. Tayyor narsani hech qachon qadri bo'lmaydi. Shuni bilib qo'ying. Tabriklayman sizni. Xayrli bo'lsin. Bu ham bor sizda. Mana like birinchi demayman. Ha. Botir Aliyeva Laylo 72 ball. Mashalloh. Laylo, xayrli bo'lsin. Avvalambor o'sha xalqaro akademiyani tashkil qilganingiz uchun Matli Bahrarim sizga rahmat aytaman. Bizga fundamentalda Azinesda o'zlarini bilimlarini bergan Barnoba Terovnaga rahmat aytaman. Sog'liqda Shosil akaga hamma o'zlarining qo'llaridan kelgancha bilimlarini berdilar. Faqat qaynota o'lsin, ani og'ayni manba bilan o'tib qolgan hozir shu darajada. Bitta qaysidir kursda o'qiymiz, biz bo'ldi, boshqa investitsiya kiritmang. Uyg'oning. Kiyimni kam kiying, ovqatni kam yeng, lekin o'zingizni o'stiring. Qaysi yo'lda bo'lishdan, buxgalteriyami, boshqa sohami, uni ahamiyati yo'q kelajakda. Tabriklayman. Rahmat. Ismoilova Go'zal 85 ball. Bu sohani o'zi bilardim, lekin oilada, bola chaqa bilan orada va buzilishlar bo'lib qolgan. Aytganingizdek, hamma narsani elektron to'ldirardim, lekin mazmun mohiyatini tushunmasdim. Mehrli qo'llar fondi qaysi shotda yuritiladi? 88 da. Maqsadli tushumlar. Maqsadli tushumlar. Mashalloh, tabriklayman. Xayrli bo'lsin. Ismatova Shahzoda Murod qizi 64 ball bilan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yoshim 17 da. Eng kichkinasi bo'lsam kerak. 17 da. Gruppada eng kichkinasi edim, qo'rquvdim, eplolmayman, qiyin, bo'lmaydi. Yo'q, eplasa bo'lar ekan. Hozirgi yoshlarda shiddat. Men buni olmaysizmi sog'a? Inshaalloh institutga kirishingizdan institutga kirsam sizga keladi. Albatta. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. APCO akademiyasiga kelganimda 85 dan yuqori olaman deb o'yladim. Chunki 6 yil hisobchi bo'lganman Dinamida. Tadbirkorman va firmani ochib rivojlantirish uchun o'qidim. O'zinglarning korxonangizda. Balki o'sha sport tovarlarini Xitoydan olib kirmasdan o'zimizda ishlab chiqarishlarini yo'lga qo'yasiz degan umiddaman. Siz ishlaringizga ishonib, sizni ishonchlarni Instagramdagi reklamalaringizga ishonib, plakatsiyani yoqib yo'lga chiqdim. Sirazu Umidaxon kutib oldilar, shunaqa suhbat o'tkazdilar. Gapirgan gaplarni tushunmayapman. Darslarim qolib ketsa o'tib berasizmi? Necha martalab bittadan darslarimizni o'tib berdilar. Shohidaxonga, Shoasilga rahmat. APCO akademiyasi biznes uchun ochilmagan.
Apko akademiyasi bilim berib mutaxassis chiqarish uchun ochilgan.